Diqqat xalq, tezkor xabar. O'zbekistonni avgust oyida qanday ob-havo kutib turibdi? Diqqat! Shu haftadan havo keskin salqinlaydi. O'zbekistonda avgust oyida avvaliga havo salqin bo'ladi. Keyin davomi jazirama boshlanadi. Avgustning birinchi haftasi O'zbekiston hududida nisbatan qulay harorat sharoiti bilan boshlanadi. Biroq keyin yana issiq keladi. Kuchli shamollar va tog'li hududlardagi qisqa muddatli yomg'irlar agrotexnika tadbirlarini havo sharoitiga moslashtirishni talab qiladi. Dollar kursi keskin tushdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 6-avgust kunida amal bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 55,49 so'mga tushdi va 11,886,72 so'mni tashkil qilmoqda. Yevro kursi 25,83 so'mga pasayib 13,717,27 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 1,05 so'mga arzonlashdi va 146,37 so'mni tashkil qilmoqda. Oltinning 1 grammi uchun narxi esa 1000 so'mga tushdi va 1,827,900 so'mni tashkil qilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.